Aziz yurtdoshim, zamondoshim, nima deb o'ylaysiz? Alloh sizni sevadimi? Ha, sevadi. Isboti ham bor. Chunki sizni yashatib qo'yibdi. Nima uchun yashatib qo'ygani, sevgani bo'ladi? Chunki bandam uzoqroq umr ko'rsin, tavba qilsin, menga yaqinlashsin deb uzoq umrga bergan bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun men sizlar bilan juda chuqur va yurakka yaqin mavzuda suhbatlashmoqchiman. Har birimizning qalbimizda bir savol bor. Alloh meni sevadimi? Javob: ha, Alloh sevadi. Lekin bu muhabbat qanday ishlaydi? Bizning Allohga bo'lgan muhabbatimiz uning bizga bo'lgan muhabbatiga ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi. Mana shu haqida gaplashamiz bugun. Allohning muhabbati nimadan iborat? Xo'p, Oli Imron surasida 31-oyatda Alloh taolo aytadiki, Janob Rasulullohga aytyapti Alloh taolo, ayting, agar Allohni sevsangizlar, menga ergashinglar. Alloh sizlarni sevib qolur. Oddiy gapmi? Tushunarli gapmi? Albatta tushunarli. Agar e'tibor bersangiz, bu oyat Allohning muhabbati shundoqqina berilib qo'yadigan narsa emas. Chunki aytyapti, agar Allohni sevsangizlar, menga ergashinglar deb ayting, deb Janob Rasulullohga aytilyapti. Shunda Alloh sizlarni sevadi. Demak, Allohning bu oyatdan kelib chiqadigan Allohning sevishiga erishish uchun Janob Rasulullohga ergashish kerak. Shu shart. Demak, qandaydir ma'noda aytish mumkinki, Allohning muhabbati evaz talab qiladi, evaz. Ya'ni sizdan harakat, mendan barakat degan gap bor-ku. Ya'ni siz avval Allohga yurasiz, Allohga qarab, keyin Alloh sizga qarab yuguradi. Siz Allohga yaqinlashasiz, u ham sizga yaqinlashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisi qudsida Alloh taolo shunday deydi: bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir gaz yaqinlashaman. U bir gaz yaqinlashsa, men unga bir quloch yaqinlashaman. Menga yurib kelsa, men unga yugurib boraman. Bu Buxoriy va Muslim rivoyatlaridan ekan. Demak, subhanalloh, Allohning muhabbati biz o'ylaganimizdan ko'ra ulug'roq va kengroq ekan. Endi asosiy savolga kelaylik. Biz Allohni qanday sevamiz? Ba'zilar aytishadiki, men Allohni sevaman, lekin o'zi namoz o'qimaydi. Harom ishlardan tiyilmaydi. Bu qanday muhabbat bo'ladi? Demak, bunda muhabbatning sharti bajarilmayapti. Quruq sevaman deb qo'yyapti, lekin ergashilmayapti hech qanday to'g'ri yo'lga. Haqiqiy muhabbatning 3 ta belgisi bo'ladi. Birinchisi, sevganingizni zikr qilasiz. Ya'ni bu o'rinda Allohni sevsangiz, Allohni zikr qilasiz. Xuddi sevgan odamingizni doim yodga olasiz-ku, shunday. Allohni sevgan banda uni har lahzada eslaydi. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar kabi zikrlar uning tilidan ham, dilidan ham tushmaydi. Haqiqiy muhabbatning ikkinchi belgisi itoat bilan bo'ladi. Ya'ni bu yerda Allohga itoat bilan. Allohning amrlariga bo'ysunish kerak. Namoz muhabbatning bir isboti. Allohga muhabbatning bir isboti namoz ekan. Ro'za bu ham Allohga muhabbatning bir isboti. Haromdan tiyilish bu ham Allohga muhabbatning bir isboti. Allohni sevgan odam uning amrlarini og'irlik deb bilmaydi.
Allohga bo'lgan haqiqiy muhabbatning 3-chi katta belgisi bor. Demak, birinchisi zikr qilish edi, ikkinchisi itoat qilish edi, uchinchisi Qur'on, ya'ni Allohning kalomiga munosabat. Allohning so'zini, ya'ni Qur'oni Karimni sevmasdan turib Allohni sevib bo'lmaydi. Buning iloji yo'q. Har kuni Qur'on tilovat qilish kerak. Hattoki 5 oyatgina bo'lsa ham, hattoki bir martagina Ixlos surasini o'qib qo'ysangiz ham. Chunki Qur'oni Karim Allohning sizga, bizga jo'natgan maktubi hisoblanadi. Shu maktubini o'qib qo'ysak, Allohning rizoligi uchun, shunda biz muhabbatimizga ozgina bo'lsa ham amal qilgan bo'lamiz. 3-chi belgisi bu. Yana takrorlayman, Allohga muhabbatning, haqiqiy muhabbatning 3 ta belgisi bor ekan. Birinchi, Allohni ko'p zikr qilasiz, doim zikr qilasiz. Ikkinchi, Allohga itoat qilasiz, uning aytganlarini bajarasiz. Kerak bo'lsa namozni o'qiysiz, ro'za tutasiz va boshqa yaxshi amallar qilasiz. Keyin haromdan tiyilasiz. Busiz iloji yo'q. Allohni yaxshi ko'raman desangiz, yana harom bilan yuraversangiz, yo'q. Bunda siz muhabbatning shartiga amal qilmagan bo'lasiz. Demak, Allohga muhabbatning 3-chi belgisi Qur'oni Karim. Doimiy imkoningiz yetganicha, qo'lingizdan kelganicha Qur'on, ya'ni Allohning bizlarga jo'natgan maktubidan ozgina bo'lsa ham o'qib turishimiz kerak. Endi Alloh bizni sevsa nima bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Alloh taolo bandasini sevsa, bu oddiy narsa emas. Tasavvur qiling, prezident bir kishini yaxshi ko'rib qolsa, hamma unga havas qiladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgandan keyin buning qavat-qavat yuqori darajasi bo'ladi. Allohning muhabbati oddiy narsa emas. Payg'ambarimiz janobi sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh bandasini sevsa, Jabroil alayhissalomga men falon bandamni sevaman, sen ham sev deydi ekan. Jabroil uni sevadi. So'ng osmon ahliga, ya'ni farishtalarga Alloh taolo e'lon qiladi. Keyin yer yuzida ham unga muhabbat solinadi. Ya'ni yer yuzida yashayotgan bandalariga o'sha Alloh taolo o'zi sevadigan bandasining muhabbatini qalbiga solib qo'yadi. Bu ham Buxoriy va Muslim rivoyatlaridan olinyapti. Ya'ni Alloh sizni sevsa, farishtalar sizni sevar ekan, insonlar sizga mehr ko'rsatar ekan, yuragingizga osoyishtalik tushar ekan, dunyo va oxiratda Allohning himoyasida bo'lar ekansiz. Mazza emasmi? Bundan ham katta ne'mat bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Endi biz Allohning muhabbatiga qarab yurishib boshladik. Biz nimadan qo'rqishimiz kerak ekan? Biz mana shu holatda Allohning muhabbati yo'liga tushganimizdan keyin endi Allohning g'azabidan qo'rqmaymiz. Biz qo'rqishimiz kerak bo'lgan narsa Allohning muhabbatidan mahrum bo'lishdan qo'rqamiz. Chunki Allohning muhabbatiga ozgina bo'lsa ham sazovor bo'lib boshladik. Endi biz Allohning g'azabi naryoqda qoladi-yu, endi bizning qo'rqinchimiz Allohning muhabbatidan mahrum bo'lib qolish. Ya'ni Allohning bizga bo'ladigan muhabbatidan mahrum bo'lib qolish. Men falon ishni qilsam, Alloh taolo meni yaxshi ko'rmay qoladi-ku deb qo'rqish bizning qalbimizni egallab olish kerak. Chunki bir odam qaysimiz bo'lsak, mendir, sizdir, bir gunoh qilib qo'ysa, Allohdan uzoqlashar ekan. Asta-sekin qalbi qotar ekan. Namoz o'qish og'ir bo'lib qolar ekan. Qur'onni varaqlamay qo'yar ekan. Mana shu ishlar sodir bo'lsa, Allohning muhabbatidan mahrum bo'lishga qarab yurib boshlagan bo'ladi banda. Endi shunday bo'lsa ham Allohdan umid uzishga hech shoshilmaslik kerak.
Çünkü Allah Teala aytyapti. Zumar surasi 53-oyatda. Janob Payg'ambarimiz aytyapti. Ayting, ey mening isrofgarchilik qilib o'zlariga zulm etgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidingizni uzmang. Qur'oni Karimda la taqnatu min rahmatillah deb keladi. Aziz yurtdoshim, bugungi suhbatimizdan bitta xulosa chiqaraylik. Allohning muhabbati hamma narsadan qimmatli. Bu muhabbatni qozonish uchun biz ham Allohga qarab yurishimiz kerak. Haligani aytdik, biz Allohga qarab yursak, Alloh taolo bizga qarab yuradi. Bugundan boshlab, endi qolgani ketdi. Shu kungacha nima harakat qilgan bo'lsa, bu yoqda qoldi. Endi bu yog'iga, kelajakka qarab bir vaqt namozni bo'lsa ham har bir vaqt namozini o'z vaqtida o'qing. Chunki Alloh taolo kutib turibdi. Kuniga kamida 5 oyat bo'lsa ham Qur'on tilovat qilib qo'ying. Allohni ko'proq zikr qiling. Shunda Alloh taolo o'zi hammamizni sevimli bandalaridan qilsin deb duo qilsak, unda inshaalloh yarashadi. Duolaringizdan unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. E'tiboringiz uchun rahmat.